Hamma narsalari polniy bu narsa bo'lib qolsa, instrument polniy komplekt. MSK'da haydaganmidingiz aka? U bilan bu qalay solishtirsangiz? Qaysi davlat? Bu o'zi brend amerikanskiy, sborka Hindistonda bo'lgan. Lekin uni ancha nimasi yaxshi. Ha, tushundim. Endi buni ishlatib ko'rganda bilasiz-da. Chunki unga ko'nikib qolgansizda. Nima deydi? Men ham Cobaltni o'rganib qolgan odam Cobaltdan zo'r yo'q-da. Keyin men Kia, Biya, Inamarka o'tirsa, Cobaltni yaxshi deb qo'yadi, o'rganib qolgan bo'lasiz. Ishlatib ko'rib, keyin baho berib, bir oldingizga o'tamiz. Ana qilishga, xudo xolasa fikringiz. Da, ko'rinishi yaxshi-da. Ko'rinishi ishlatib ko'rasiz. Oldingizga bir alohida boramiz intervyu olgan aka, nasib qilsa, xudo xolasa. O'zimizga bog'liq. Shunaqa ishlatishingizga bog'liq. Shunaqa to'ppa-to'g'ri aka. Assalomu alaykum hurmatli Mr. Devlon kanali muxlislari. Bugun ajoyib kun. Bugun Bobcat seriyadagi B730M seriyasini yangi mijozimizga topshirmoqdamiz. Aka, assalomu alaykum. Muborak bo'lsa, tagidan shamol o'tib tursin. Aka, xudo xolasa yaxshi foyda va texnikamiz yaxshi ishlab foydaga kirsin, aka. Firmamiz nomidan kichkina arzimagan sovg'a, aka. Xudo xolasa barakatli bo'lib, ishingizga omad, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling aka. Ishlaringizga omad. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Hop. Sog' bo'ling aka. Ilohim yetganingizga yo'q. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Agar sizlarga ham shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.